Leşimiz yanaki muhakeme, vaziyet ve muhakeme başlayımız vatandaş. Endilik ki qaysı muhakeme biz birinchilik yani sözüldük ku. Mesela Cungo iktisadi ciddi hastalık. Bu yerde Prezident Joe Biden ötken hafta Cuma günde şunda bir ağız gapni qilibdi ki hazır Amerika'nın iqtisadi taraqqiyot sur'ati Cungo'nun iqtisadi taraqqiyot sur'atidan olqib ketdi bu yillardan boshlab debdi. Ben bunun tuyuqsuzluğu bir endek bile hayran kaldım. Bunun misal elip 1976 yılından başlap hazırgacha demekçi Amerika'nın iqtisadi sur'ati, taraqqiyot sur'ati Cungo'nun iqtisadi taraqqiyot sur'atidan eşip ketelmegen idi. Baştaki yılga dikkat kılan vatandaş 1976 yılı. Bu qanday gap? Mening kallamda ötmedi ya hata tercüme kılıp aldım mı? Qayta qarab baktım yani şu gap. Bu mening kallamda ötmedi bu gap vatandaş. 1976 yıldan başlap Amerika'nın iqtisadi Cungo iqtisadidan kaynida turib keldi dese. Bunun kim işini o? Kim işini hazır Prezident Joe Biden'ın yüzünün ağzından çıkıvatıdı bu gap. 1976 yıldagi Mao'dan ölüp ketken yılı 9. ayda vatandaş. 1976 yıldagi Uygurlar, Müstemlika Uyguristan'da Uygurlar umaç çıvatkan dever vatandaş. Cungoluklar apkaş götürüp Tibet nerede, Şincan nerede? Köçmellik bile mi Cambaqıdağa yolunu tapamama gidip mene bir vakla vatandaş. O vaqtda Cungo'da qanday iqtisod bo'ladi, taraqqiy qiladigan nima iqtisod bo'ladi? Shundaq ahvol ostida yana Amerikaning iqtisodi Cungo'ning iqtisodidan keyinda qolgan bo'lamdi ya. Men buni toza qabul qilolmadim vatandoshim. Ya yozuvchida xato bor, ya menda xato bor. Ki yana bir qayta tuzishga to'g'ri tuzamiz. Mana shundaq deb qarang. Mustaqil iqtisod shunoslarning faraz qilishicha. Bu bir paraz değil ki, bu yıl Amerika'nın iqtisadi taraqqiyot sur'ati Cungo iqtisadidan olqib ketdi. 1976 yıldan beri, yani yarım asr vaqtdan beri hozirgacha bundaq ahvol hargiz yuz bermagan. Bu qiziq gapda bu. Endi yana bir qaraylik, endi bu yerda bir hukm, logikalik hukm. Buni da tahkim hayron qolamiz. Masalan, Amerika Cungo'nun iqtisadi taraqqiy qilyotidi. Cungo baş ko'tardi deb qaraydigan bo'lsa, yoki Cungo'ning iqtisodi tuz siziq bo'yicha taraqqiy qiladi deb hukm qildigan bo'lsa, u vaqtda Cungo siyosatini boshqacha belgilaydi. Agar Cungo'ning iqtisodi zaiflashdi, Cungo'ning iqtisodi chekindi, taraqqiyot ostilab ketdi, iqtisodiy taraqqiyot yoki yo'q deyarli ahvolga tushib qoldi desa, Amerika'nın Cungo siyosatini belgilash hüküm qilish usulida yana boshqa o'zgarish bo'ladi deydi. Buningda yana bir mujmallik bilan bir ishga kirib qoldim men desa, masalan, sen bir buyuk davlat dunyoda Xitoy qaratgan Cungo siyosati degan siyosatni uning iqtisodiy ahvolidagi o'zgarishga qarab turib belgilaydigan ishmi yoki Cungo kommunizm davlati, sosyalizm davlati, o demokratiyaga qarshi turdi, kishilik huquqqa qarshi turdi. Uning boy bo'lishi, bosh ko'tarishi, kambag'al bo'lishi, iqtisodni chekinishi ikkinchi qadamdagi gap. Biz mushuning uchun siyosat belgilaymiz deydigan gap bo'lamdi. Yoki Cungo'ning iqtisodi taraqqiy qilsa bir xil hukm, Cungo iqtisodi chekinsa, osilab ketsa bir xil hukm deydigan. Ben bu gaplarga bo'lgan ishga obzor so'zga hayron qoldim ha vatandosh. Endi iqtisodning o'zi qarab ekan, endi bir boshlang'ich ma'lumot, iqtisod degan mayli xususiy shirkatchilar bo'lsin, hatto xususiylarning oila iqtisodi bo'lsin, hatto bir millat ya bir davlatning iqtisodi bo'lsin, uningda bir taraqqiyot bosqichi bo'ladi. Şundaqlı taraqqiyot bosqichidan dajiydigan, chekinadigan bosqichi bo'ladi. Chunki bu yerda shundaq bir nozik narsa bor ekanki, amata umumiy iqtisodshunos emas, bala vaqtlarimda oliy maktabda o'qiganimizda bu yerda ehtiyoj degan bir ish bor.
Yani halkning, fuqaroning ehtiyoji. Bugun bir nonga ehtiyoji bor. Ati bir yuvan pulga ehtiyoji bor, bir yog'liq ortish kerak 5ga. O'g'illikka 3 yuvan pulga ehtiyoji bor, maktab kirib o'qish kerak. Deydi bu jamiyatning ehtiyoji ning qarish tarafı ta'minlash. Davlat iqtisodiy mushu ehtiyojni ta'minlaganda qandoq ta'minlaydi degan masala. Shu ehtiyoj bilan ta'minlash o'ttirisidagi bu ziddiyatni mayli bir millat, mayli bir oila, mayli bir davlat mangu hal qilolmaydi. Mening qarashimcha vatandosh. Chunki ehtiyoj o'zgarib turdi, insonning ehtiyoji o'zgarib turdi. Bu o'zgarish bir jamiyatda fuqarolarning yoki ishlab chiqarish kuchlarining talep yoki ehtiyojni qondirish qo'ygan talabi. Buni o'zgarib turdi. Ya'ni bundaq ahvol aslida setavelish kuchi. Fuqaroning setavelish kuchi o'sidi, tushib turdi. Buni tabiiy degili bo'lmaydi, chunki bir davlatda hokimiyat cho'qim fuqarolarning setavelish kuchini sundurdi vatandaş. Setavelish kuchini sundurdi. Setavelish kuchining taraqqiyotini cheklaydi. Masalan, Jungodak davlatlarda 70 yildan bir beşimizde shu o'tdi. Masalan, dehqonni yerga bog'lab qo'yib, uning qo'lidagi daftarga nomer qo'yib berib, atdigandan kechgacha ishlaydi, nomerga ishlaydi. Uning qo'liga beradigan pul yoki boshqa hech narsa yo'q. Yilning oxiri kelganda shu nomerni hisoblab, sen manchilik olasan, sen manchilik olasan deb taqsim qiladi. Dehqon yezigiligida. O davrlar hozir ketdi, hozir boshlandimi, uni bilmaymizmi? Quruq nomerga ishlaydi. Mushu orliqda dehqon nima yeydi? Dehqon nima kiydi? Dehqon takror ishlab chiqarishga nimani ishilti deydigan savol so'raqmi yo'q? Bir mustabid davlat Jungo uchun aytgandir, savol so'raqmi yo'q? Shunga gapimizga yenib kelsak, bu yerda iqtisodning taraqqiyoti ehtiyoj va qondirish. İste'mol ehtiyoji va iste'mol ehtiyojini ta'minlash o'ttirisidagi bu ziddiyat bir jamiyatda intayin murakkab bo'ladi ekan, shunga iqtisod chekinadi, ham shunga iqtisod tez sur'atda taraqqiy qiladigan shundoq bir shaklni barpo qiladi deyli. Hozir Amerikaning siyosiy yo'llari Jungoning iqtisodi tuz siziqmush taraqqiy qiladi deganda bu yerdan chekinish, iqtisodni zaiflashish degan gap yo'q bo'ldi-da, bu qanday gap bu? Hayron qoldim vatandosh. Endi shuni mi deb turaylik, hozir endi bu yerda siz bizga kerak bo'lgan bir ideya bugungi bu leksiyada iqtisod taraqqiy qildi, uchqanda taraqqiy qildi, tuz siziq bo'yicha taraqqiy qildi, Jungo bosh ko'tardi. Bu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining belgilaydigan siyosati bu boshqa. Hukm bu boshqa. Endilikda hozir Jungo iqtisodi tuvalladi, Jungo iqtisodi zaiflashdi, Jungo iqtisodining taraqqiyot sur'ati ostlab ketdi, 2%. Yo'q gap. Jungoda bunda g'oyat zo'r cho'ng davlatning iqtisod 2% atrofi taraqqiy qiladi desa, bu iqtisod yo'q degan gap vatandosh. Yo'q deganlik gap. Shunga iqtisod ahvol shunday bo'lganda, Jungoda siyosiy vaziyatdan qanday o'zgardiganligini Jona Xanani debdi-ku. Hozir tashqi dunyodagi vaziyatdan aytganda debdi-ku, mashan xabarlarda. Jona Xaning amaldorlarining ichida kim xotirjam o'rinda o'ltira oladi deb savol qo'yibdi. Mashan xabarlari. Mushundan aytganda hozir endi Robert nim dedi, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining ikkinchi darajalik amaldori, sobiq amaldori deyli. Endi payt keldi deb Jungo iqtisodi tugidi. Sizlar burun gullanish va taraqqiy qilish bo'yicha hukm qildinglar Amerikaning siyosiy odamlari. Endilikda Jungoning iqtisodi tugidi. Sizlar bundan boshqacha bir hukm qilib, xuddi ayni chog'da sobiq sovetlarni qandoq yemirib tashlagan bo'lsanglar, endi bu navbatda Jungoni ham shundoq yemirib tashlashinglar kerak. Jungoning ham shuna yemirilishini keltirib chiqarishinglar kerak debdi Robert. Bu davlat mudofaasi bo'lsa, harbiy odam bo'ladi yoki ma'muriy amaldor bo'ladi, davlat mudofaasining sobiq amaldori. Bugungi yozgan yozmasi shundoq yozibdi vatandoshim.
Hani yuqoridagi bir muhokamani ko'rib o'tdik, 10 berib iqtisodga berib chetildi. Bir Şinjin shahrida 2 million odam ishsiz deydi. Hozir endi siz biz qiziqadigan bugungi leksiyada muhim nuqta nima desa, biz yaqinda sizlarga dedik-ku, Amerikaning tashqi siyosati zo'r o'zgarish bo'ldi. Jungo siyosati zo'r o'zgarish bo'ldi dedik. Demak, mana shu asoslar bilan birlashtirib qarasangiz, endi Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan siyosatida rostli zo'r o'zgarish bo'lganligini ko'ra olasiz. Lekin men yana qo'ymoqish bir mujmal bu qanday gap? Jungoning iqtisodi uzilmay davom qildi deb hukm qildi degan gap bu qanday gap? Men buni hayron vatandosh.